Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Men bugun sizlarga hayvonotlar dunyosidagi asosiy tiplar haqida so'zlab bermoqchi. Endi bu hayvonotlar dunyosidagi asosiy tiplar bir qadar ko'p bo'lganligi uchun men umurtqisiz hayvonlar qismi va umurtqiliq hayvonlar qismi deb ikki qismga bo'lib etdim. Bugun umurtqisiz hayvonotlar ichidagi asosiy tiplar o'z o'rinlarida bo'ladi. Mayli hayvonotlar bo'lsin yoki o'simliklar bo'lsin va yoki boshqa jonliqlar dunyosi bo'lsin, jonliqlarning turiga ayrilish jarayoni mushu 7 bosqichni besib o'tadi. Eng avval dunyoga ayrimiz o'simliklar dunyosimi, hayvonotlar dunyosimi va yoki boshqa jonliqlar dunyosimi. Uning keyinidan tipqa, sinfqa, atrat, oila, urug'dosh tur mushu tartib bo'yicha mangdigan gap. Ba'zi qarindoshlar mendan so'rdi, bir jonliq, bir turga tava jonliq o'xshash vaqtda bir qancha tipga tava bo'lamdi degan gap deb so'rab qoldi. Bunda bo'lishi mumkin emas. Masalan, men sizlarga misollab bersam, sugat misolga beray. Sugat deb qalsak, sugat o'simliklar dunyosiga tava shunama. Uning keyinidan yepiq urug'liq o'simliklar tipi, uning keyinidan qo'shpallik o'simliklar sinfiga tava, uning keyinidan atrat ismida yo'q, taltereklar oilasi, sugat urug'doshi, uning keyinidan xohlagan bir sugatning turi deylik. Bu sugat hargizmi yugurib kelib hayvonotlar dunyosidagi boshqa bir tipqa va yoki o'simliklarning dunyosining ichidagi paportniklarga yoki muxlarga tava bo'lib qolmaydi. Menga unda bo'lmaydi. Mushu birli tipqa, birli sinf, bir atrat, bir oila, bir urug'dosh tava bo'ladi. U bir qancha xil urug'dosh oila, atrat, sinf tiplarga tava bo'lib qolgan ish asosan yuz bermaydi. Endi hayvonotlar dunyosiga qaytib kelsak, hayvonotlarni cho'ng jihatdan umurtqisiz hayvonlar va umurtqiliq hayvonlar deb cho'ng ikki kategoriyaga bo'lib olishga bo'ladi. Endi men bu yerda tizgan tiplar bo'lsa, men asholi maktabda o'qigan vaqtda shu tiplar bo'yicha o'tibdiki bizga darsni muallim. Endi hozir yangi chiqayotgan materiallarga qarasak, buni 20 necha tipga bo'lib etgan ahvollarmi bor ekan. Men unday 20 necha tipning uyg'urcha ismlarini tip bulamig'dekman. Chunki men o'sha oliy maktabda o'qigandan keyin hayvonotlar to'g'risida tadqiqotlarga qatnashib boqmagan, o'zimning saviyam cheklik bo'lganligi uchun men shu oliy maktabda o'qigan vaqtdagi tiplarni asos qilib turib bu videoni ishladim. Undan keyin umurtqisiz hayvonlar oddiy hayvonlar tipi, kavak ichliklar tipi, yapaloq tanliklar tipi, yipsmonlar tipi, bo'g'im tanliklar tipi, yumshoq tanliklar tipi va bo'g'im putliqlar tipidan iborat 7 tipga bo'lingan ekan. Endi buning ichidagi bizga eng tunishli bo'lgan kunlik turmushimizda eng ko'p uchraydigan tipdan bo'g'im putliqlar tipidan hasharotlar sinfi, qismallar sinfi, o'mshiksimlar sinfi va ko'p putliqlar sinfidan iborat 4 sinfga bo'linadi ekan. Bu yana bu sinflarga tava bo'lgan yana bir qancha atratlarni tunishtirdim. Endi umurtqiliq hayvonlar beliqlar tipi, qo'shmakonliqlar tipi, yer beg'irg'uvchilar tipi, qushlar tipi va sut emguvchilar tipi iborat 5 tipga bo'linibdi. Bu umurtqiliq hayvonlarning tiplari keyingi videoda o'zinglarda bo'ldi. Eng avval tunishmoqchi bo'lgan jonliqlar bo'lsa, oddiy hayvonlar bo'lib, bu tipga tava hayvonlar bir hujayralik bo'ladi. Odatda suvda va yoki nam tuproqlarda yashaydi. Rasmda ko'rayotganinglar toflika. Toflikiningki oldi tarafi yumaloq, keyni tarafi ushliq. Sirtqi pardasining ustida zichchida kelgan kirpik tugchilari bor bo'lib, mushu kirpik tugchilarininki tavrinish orqali suvning ichida harakat qiladi. Ondan o'ttir qismida ichiga qiypash holatda kirib ketgan bir o'ymonchiq bor. Mushu o'ymonchiq orqali oziqliqlarni tutib yeydi va yoki badanning ichidagi keraksiz moddalarni badan sirtiga chiqarib tashlaydi. Ondan keyin toflikiningki badani qanday simmetrik emas. Mushu simmetrik bo'lish bo'lmaslik ahvolimi jonliqlarningki intayin muhim alayliklarning biri, ya'ni qanchaki taraqqiy qilgan bo'lsa, badani shuncha simmetrik bo'ldi. Ikkinchi tip bo'lsa, kavak ichliklar tipi yoki kavak ichlik hayvonlar tipi deb ataladi. Bu tipga tava hayvonlar
Tövən dərəcəlik köp hüceyrəlik canlıqlar. Yəni bağğansırı addiylikdə mürəkkəbləşiyordu. Tövən dərəcəlik köp hüceyrəlik canlıqlar bulup, az sandikisi tatlıq suda, köp sandikisi deniz okeanlarda yaşaydı. Hidra, midoza, deniz astidagi marjanlar bularning tipik misalidir. Bularda qan aylanish sistemasi, hazm qilish sistemasi, ajratib chiqarish sistemasi texi shakllanmagan bo'lib, bix chiqarish orqali jinsiz ko'paydi. Jinslik ko'payganda gameta hosil qiladi, otliq, onaliq bir tanda tenidagi hazm qilish bo'shliqi orqali ozuqliq so'mirdi va keraksizlan moddalarni o'xshash yerdan badan sirtiga chiqardi. Rasmni ko'rayotganinglar midoza, buning badanining ichida cho'ng bir bo'shliq bor. Mushu bo'shliq hazm qilish bo'shliqi deb ataladi ekan. Mushu bo'shliq orqali sumirgan narsalarni ozuqlarni qabul qilib, ana keraksiz narsalarni yana o'xshash bo'shliqdan chiqarib yetadi ekan. Bu resimni ko'rayotganimiz nima? Bular dengiz ostidagi marjanlar, shunaqmi? Dengiz ostidagi marjanlarning hayvonlar dunyosiga tava ekanligini o'ylab baxmagan bo'lg'iydiq. Marjanlarmi, ya'ni demak, kavak ishlik hayvonotlarga tava. Bularning badanining ichidami midozaga o'xshash bir bo'shliq bor. Mushu bo'shliq orqali dengiz suylari kirib chiqib turgan vaqtida shu suv orqali kirgan uzuq moddalarni sumirib, andan keyin yana keraksizlarni yana o'xshash bo'shliqdan badan sirtiga chiqarib tashlaydi. Shuning uchun bu kavak ishlik hayvonotlarga tava. Bundan keyingi tip bo'lsa, yapaloq dalliklar tipi. Bu tipga tava hayvonlarning dumbu qo'saq tarafi yapaloq, o'ng so'l simmetrik bo'ldi. Ya'ni resimni ko'rayotganinglar kirpiklik sazan ve ondan başqa çoşqu soltiri, ondan adamның inchik uchida yashaydigan har xil madaqot qatorliqlar yapaloq dallik hayvonlarning tipik misoli bo'ldi ekan. Bu resimni ko'rayotganinglar çoşqu soltirining rasmi. Hammaylar bilamiz, çoşqu soltirini odatda çoşqu go'shtining ichida bo'ldi deb o'ylaymiz. Ammo men shu materialni yasash jarayonida bir yerdan ko'rib qoldim, çoşqu soltiri ba'zida kolla go'shtidan bo'lib qoldi ekan. Shuning uchun pokiz ishonchli yerdan kolla go'shti setib olish muhimkan deb o'ylab qoldim. Badani dumbu qo'saq darbi yapaloq, o'ng so'l simmetrik. Keyingi tip bo'lsa yipsimonlar tipi, ya'ni yipsimon hayvonlar tipi. Bu tip tava hayvonlarning o'zi uzun, inchika, yipsimon, oldingi uchida og'zi, keyingi uchida maqiti bo'lgan. Undan ichida hazm qilish bo'shliqi bo'lgan. Tan devori bilan, ya'ni tenning sirtqi qismi bilan hazm qilish bo'shliqining oralig'ida dastlabki tan bo'shlig'i shakllangan ekan. Ondan ikki uchi ushliq, silindrsimon bo'lgan. Marasimdagisi ilmek qurt deb o'yladim. Undan keyingi tip bo'lsa bo'g'imtalliklar tipi. Bo'g'imtalliklar tipiga tava bo'lgan hayvonlar dengiz suvi, tatliq suv va tuproqlarda yashaydi. Men bu yerda bo'g'imtallik hayvonotlarning tipik vakili bo'lgan sazanni tafsiliy tunishtirib o'tmoqchi. Hammaylar bilganimizdek, sazan nam, bo'sh, organik modda mo'l bo'lgan tuproqlarda yashaydi. Ondan sazanning badanini inchiklab tekshirib kuzatib baqsaq, sazanning badani cho'ng naychining ichiga kichik bir dal naychini kirgizib qo'yganga o'xshaydi. Cho'ng naycha sirtqi tan devori bo'lsa, kichik naycha hazm qilish bo'shliqi bo'ladi. Cho'ng naychi bilan kichik naychining oralig'ida haqiqiy tan bo'shlig'i shakllangan. Tan bo'shlig'i nurg'un bo'lguchi pardalar orqali naydi kichik bo'linmalarga bo'lingan bo'lib, bu bo'linmalar badanning sirtqi qismidanmi bo'g'im shaklida ko'rinib turdi. Shuning uchun bu tipdagi jonliqlar bo'g'imtalliklar tipi deb ataldi. Ondan har bir bo'linmasining ichi tan bo'shlig'i suyuqligi bilan to'lgan bo'ladi. Sazanning tan devorining sirtqi yuzidan shilimshiq suyuqlik ajralib chiqib, namdab sazan bilan tuproqninki surkilishini azaytadi. Yana undan boshqa sazanning tan devori sirtqi teri qavat
muskul qavat, antixim içi kirsak, tan bo'shliq pardasidan tuzilgan bo'lib, muskul qavat bo'y muskuli bilan halqa muskuliga bo'linadi. Bo'y muskuli yana bosh tarafda, halqa muskuli deganimiz har bir halqasida. Ondan sazang bo'y muskuli bilan halqa muskulining uzrab qisqarishi va tan yuzidagi qattiq tuklarning moslashishi orqali tuproqning ichida olg'a ilgarilaydi. Ondan keyin bu sazangning, ya'ni bo'g'im tanlik hayvonotlarningki hazm qilish sistemasimi oldida biz sunishtirib o'tgan tiplarnikidan ko'p murakkab bo'lib, badaniningki sirtqi yuzi orqali nafaslanadi. Biz doim kunlik turmushimizda boshqalardan yoki o'zimiz mushtaq fizikalik davolash o'rinlariga berib, zo'lik qo'yib, badandan oz miqdorda qon og'ziydigan mushtaq ishlarni boshdan kechirib boqqan yoki boshqalardan anglab boqqani. Mishada deyilayotgan zo'lik bo'lsa, shu hayvonotlar dunyosining ichidagi bo'g'im tanlik hayvonotlar tipiga tava bo'lgan bir xil hayvondir. Keyingi tip bo'lsa yumshoq tanliklar tipi bo'lib, bu tipga tava hayvonlar umurtqisiz jonliqlar ichidagi tur soni jihatda ikkinchi cho'ng o'rinda turadigan tip. Butun dunyoda jami 85 ming xil tur bor. Ko'p uchraydigan yumshoq tanlik hayvonlardan sadabdor, qulula va siyobiliq qatorliqlar bor. Badani o'ng-so'l simmetrik, yumshoq teni, parejisi va chig'niqi tarafidan o'rilib turadi. Chig'niqi bo'lsa, ya'ni sirtqi qismidagi chig'niqi, qattiq chig'niqi bo'lsa, ichidagi parejisi ajratib chiqargan moddaning qetishidan shakllanadi. Sadabdorning harakatlanadigan muskuli paltisman put deb ataladi. Sadabdor yana paltisman put orqali qumlatqilarni ko'layolaydi va ichiga kirib olaydi. Ondan jabras orqali nafaslanadi. Rasmda ko'rayotganinglar bo'lsa, siyobiliq. Siyobiliq dengiz suyida yashaydi. Uning sirtidagi qattiq chig'niqi zo'r darajada rudimentlashgan. Bu deganlik iqtidoriy funksiya va shakl jihatdan keyingi chekinib yo'qolib ketgan deb tushunsak bo'ladi. Ondan yumshoq tenining dumbi qismining terisi ostida o'sidiki. Bu terisining ostida o'sidiki va shu terisining ostida o'sgan chig'niqi siyobiliqning so'ngiki deb ataldiki. Anadan keyin siyobiliqningki bosh qismi intayin ro'shan bo'lib, taraqqiy qilgan ikki ko'zi bo'ladi, yana bir tal ko'zi ko'rinibdi. Ondan keyin og'zining atrofini aylanib o'sgan 10 tal barmoq puti bor bo'lib, barmoq putlarida nihoyatda ko'p sho'rug'uchi taqsillar bo'lgan. Siyobiliq barmoq putlari orqali kichik beliq va raklarni tutib yeydi. Siyobiliqning bosh qismining ostidagi gavda qismini xaltasimon pareja o'rab turadi. Parejasining muskullari intayin taraqqiy qilgan bo'lib, parejasi qo'rsoq qismini qurshab, pareja bo'shliqini hosil qiladi. Pareja bo'shliqida bir qor xalta bor bo'lib, xaltaning ichida quyuq qora siyo bo'ladi. Dushmanlarga yo'liqqanda qora siyoni purkib chiqarib, atrofdagi suyini, dengiz suyini qip-qora qilib yutadi. Umurtqisiz hayvonotlarning ichidagi eng oxirgi tip bo'lsa, bo'g'im putliqlar tipi bo'lib, bu tipga tava hayvonotlarning asosliq alohidaliklari antenasi, badani va puti nurg'unlagan bo'laklarga yoki bo'g'imlarga bo'lingan. Ondan keyin badanining sirtqi qismida sirtqi skeleti bor bo'ladi. Mushxil alohidliklarga ega bo'lgan umurtqisiz jonliqlarni biz odatda bo'g'im putliqlar tipiga ayiramiz. Endi men tövəndə hasharotlar sinfi, qisqushboqsimon sinfi, o'mchiksimon sinfi va ko'p putuqlar sinfidan iborat 4 sinfni ayrim holda tunishtiraman. Hasharotlar sinfining ichida yana bir qancha muhim atratlar bor. Bizning kunlik turmushimizga ko'p uchraydigan. Bularni ayrim holda tövəndə tunishtiraman. Bu yerga yozib qo'yganim shu bo'g'im putuqlar tipininki latinsiya. Har bir sinfninkini keyingi betlarda uchirtsizlar.
Boğum putluq hayvanatlarning ichidagi hasharotlar sinfi. Hasharotlar sinfining o'rtaq alayliklari bo'lsa, bularning teni, bosh, ko'krak va qo'saqdan iborat 3 qismga bo'linadi. Bosh qismda bir jup antenasi, bir jup murakkab ko'zi va bir dona og'iz apparati bo'ldi. Ko'krak qismida 3 jup pot, 2 jup qanot bo'ladi. Mushxil alayliklarga ega bo'lgan canlıqlarni biz hasharotlar sinfiga tava qilamiz. Endi hasharotlar sinfining ichidagi shu tuz qanotliqlar atritidan men shu yachvak yoki chekatgini misol qilib so'zlamoqchi. Endi bu chekatginiki teni, bosh, ko'krak, qo'saqdan iborat 3 qismdan tuzildi. Hasharotlar sinfiga o'xshash bir jup antenasi bo'ldi. Ondan keyin bu antenasi buniki purash sezish a'zosi bo'ldi. Bir jup antenasi. Ondan tenining sirtqi qismini mustahkam iskeletli o'rash orqali ichki qismdagi yumshoq a'zolarni qo'g'daydi va suvning o'rlanib ketishini oldini olaydi. Shuning bilan chekatgining quruqliq muhitiga texmo yaxshi moslashishiga imkoniyat berdi. Chekatgining bir jup murakkab ko'zi qizil rangli turibdi bu yerda va 3 oddiy ko'zi bor bo'lib, oddiy ko'zning ko'ngil bo'lmaydi ekan. Murakkab ko'zi nurnilar emas, jismlarning shakli holati cho'ng-kichikligini farqlantira oladi. Oddiy ko'zi faqat nurni farqlantira oladi. Ko'krak qismi harakatlanish markazi bo'lib, 3 ko'krak bo'g'imi bo'ldi. Har bir bo'g'imda bir jupdan puti bo'ladi. Jami 3 jup put. Ondan chekatgining ko'krak qismida 2 jup qanti bor bo'ldi. Chekatgining qo'saq qismi mana bu yerdan bo'g'imlar ko'rinib qolibdi va 11 tan bo'g'imidan tashkil topgan bo'lib, uzra oladi, qisqara oladi va egila oladi. Birinchi qo'saq bo'g'imining ikki yonida birdan ellipssimon nepiz pardasi bor bo'lib, ovoz tezalaydi. O'ttir ko'krak qismidan qo'saq qismining 8-bo'g'imigacha bo'lgan har bir bo'g'imning ikki tarafida birdan teshikchi bor bo'lib, nafaslanganda gazlar kirib chiqib turdi. Chekatgining bo'y qismini yorsak, sirtqi iskeletining ichiga ching chaplashib turgan muskullarni ko'ra olamiz. Mushu muskullarning uzrab qisqarishi orqali antena, put va qanotlarni harakatlantirdi. Hasharotlar sinfining ichida atratlar 30 dan oshib o'tadiq. Endi bu antenasining shakli, og'iz apparatining tuzilishi, qantining shakli va yetilish jihatdagi holat o'zgartishi qatorliq alayliklarga asosan shunachiq atratga bo'lgil bo'lgan. Endi rasmni ko'rayotganinglardek, shu pasha, chivin deganlar qo'sh qanotliqlar atratiga tava bo'lgan. Endi men bu pasha bilan chivinni bek tafsiliy tunishtirmadim. Rasmni ko'rayotganimizdek, shu kepinak, parvona va shunga o'xshab ketadigan hasharotlarni biz tanga qanotliqlar atratiga tava qilganmiz. Chunki bularning qondining ustida mundaq tangasimon tuzilishlar. Shu tangasimon tuzilishlar har xil naqshlarni, har xil shakl va bizning ko'zimizga chiroyli ko'rinayotgan belgilarni shu tangasimon tuzilishi asl qilgan bo'lg'achqa, buningga shundoq kepinak yoki parvonaga o'xshash hasharotlarni biz tanga qanotliqlar deb atab, tanga qanotliqlar atratiga tava qilganmiz. Biz ko'rmoqchi bo'lgan 3-chi atrat bo'lsa, hasharotlar sinfining ichidagi 3-chi atrat bo'lsa, g'ilab qanotliqlar. Bu ko'rayotganimizdek, xonqiz, unda o'ng tarafdagi rasmdagisi qo'ng'izgana, davlat qo'ng'iz demdik. Mushtaq xonqiz, qo'ng'iz deganlar g'ilab qanotliqlar atratiga tava bo'lgan. Bu qandoq degan gap desanglar, g'ilab desanglar, xuddi pichoqning g'ilibini ko'z oldimizga keltirsak, pichoqning g'ilibi pichoqni shu naqma-naq o'rab turdi-ku. Endi bu xonqiz, qo'ng'izlarning qanoti dumbisni mushtaq g'ilabga o'xshash dalma-dal kelgan holatda dumbisni o'rab turdi va ichilgan, ammo qanti ochgan chog'da ichildi bu qanot.
Muşundaq qanti muştaq şəkillik bolğan haşaratlarni biz g'ilab qanotliqlar atratiga tava qilganmiz. Bo'g'in putliqlar tipining ichidagi ikkinchi sinf bo'lsa qisqushbaq qismallar sinfi. Odatda rak va qisqushbaqlarni o'z ichiga oladi. Mutlaq ko'p qismi dengizda, az bir qismi tatliq suvda yashaydi. Rakining teni uzun ham yonga yapaloq bo'lib, bosh ko'krak qismi bilan qo'rsoq qismiga bo'linadi. Ya'ni bosh qismi bilan ko'krak qismining birlashib ketishidan shakllangan. Bosh ko'krak qismi, hargiz bosh qism ayrim, ko'krak qismi ayrim emas, hasharotlar sinfi o'xshash. Ondan keyin bosh ko'krak qisminingki sirtqi yuzi qattiq bosh ko'krak qasriqi bilan qoplanib turadi. Bosh ko'krak qismining oldi tarafida haritishliq nashtarsimon o'simchisi bor bo'lib, u peshona nashtari deb ataladi. Bu ularning dushmanlardan mudofaa ko'rish, dushmanlarning ziyonkashligiga qarshi hujum qilish qurolidir. Peshona nashtarining ishkinida bir jup murakkab ko'zi bor. Qora rangli ko'rinib turgan. İki jup antenisi var. Baş ko'krak qasriqining ichki yenining ichki tarafida yupurmoqsimon jabrasi bor. Bu uningki nafaslanish asosida. Andan keyin baş ko'krak qisminingki qo'saq tarafida, ost tarafida 5 jup inchga uzun puti bor. Bu 5 jup putninki oldingi 3 jup putining uchida kichik qisquchi bor bo'lib, shu orqali ozuqliq tutib yeydi. Keynidagi 2 jup putining uchi tirnoqsimon bo'lib, dengiz ostida o'milishga moslashgan. Endi qo'saq qismiga keldik. Qo'saq qismi, ya'ni go'shtli qismi qo'saq qismida 5 jup uzguchi yapaloq puti bor bo'lib, uzoq orliqlarga uzalaydi. Qo'saq qisminingki oxirgi uchining quyruq bo'g'imida bir jup keng quyruq puti bor bo'lib, quyruq bo'g'imi bilan birlashib yelpigich shaklini hosil qiladi. Bu radningki suvda laylab cho'kadigan va uzish yo'nalishini o'zgartiradigan a'zosidir. Endi qisqushbaqqa kelsak, qisqushbaqa daryo yaqinlaridagi patqoqlarni kovlab uv qiladi. Kunduzi uvisiga yoshirinib olib, kechasi chiqib beliq, rak, sadabdor va qulunlarni tutib yeydi. Baş ko'krak va qo'saq qismiga bo'linadi. Baş ko'krak qismi alayda taraqqiy qilgan bo'lib, butun tenining alayda muhim qismidir. Baş ko'krak qasriqi yumaloq chasi shaklida. Qo'saq qismi yapaloq ham rudimentlashgan bo'lib, baş ko'krak qismining ostiga chaplashib turadi. Bu ustidan qarmoqqa qo'saq qismi ko'rinmaydi. Qisqushbaqa kindikimi deb ataldi. Mana qo'saq ichiga chaplashib qolgan qo'saq qismi qisqushbaqa kindiki deb ataldi. Baş ko'krak qismida 2 jup antenisi va 5 jup puti bor bo'lib, birinchi jup puti alayda cho'ng va kuchlik, uch tarafı qisqushqa yoki amburga aylangan. Bu qisqush puti deb ataladi. Qolgan 4 jup puti mengish puti bo'lib, ikki yeni yapaloq inchga uzun bo'ldi. Bo'g'in putliqlar tipining ichidagi 3-sinf bo'lsa, o'mich huksimollar sinfi. O'mich huksimollar sinfidagi hayvonotlarning turi intayin ko'p bo'lib, ko'p uchraydiganlardan o'michik va chayon qatorliqlar bor. Deganimiz tam to'rislarni makon tutib, to'r tatib hasharotlarni tutib yeydigan bir xil o'michga, bu amaylang tunishiq bo'lishi mumkin. O'michikningki teni bo'lsa, yana o'xshashla bosh ko'krak qismi va qo'saq qismiga bo'linadi. Baş ko'krak qismi yumaloq yo'g'on chiqib turgani qo'saq. Endi baş ko'krak qismining oldi tarafida 8 dona ko'zi bo'ldi. Baş ko'krak qisminingki qo'saq tarafida 6 jup puti bor bo'lib, bir jup puti qisqush puti deb ataldi. Bu put ustidan qarmoqqa ko'ringil bo'lmaydi ekan. Men qo'saq tarafidan ko'ngil bo'lgan, menda to'g'ri chiqasam bo'lgan nashr huquq surishtirilmaydigan rasmlarni jiq topolmadim, shuning uchun amal yo'q qoldi.
Andın bu üst tarafdan görülmeydigan bu qısqış puti. Qısqış putining oldi tarafi ilmeksman va nayt o'tkir bo'lib, uchida zahar bezining tüşüki bo'ladi. Bu tüşük zahar bezi bilan tutuşib turdi. İkinci jup puti bo'lsa sezgi puti. Mayadan ko'rayotganinglar sezgi puti bo'lib, sezgi puti deb ataldi. Andan keyin qolgan 4 jup puti mengish putidir. Qo'saq qismininki oxirgi uchida 3 jup o'simtisi bo'lib, bumi ko'rinmaydigan yeb chiqarish a'zosi deb ataldi. Endi bu o'mchiklarning ichida to'r to'qiydigan, to'r to'qimaydigan deb har xil o'mchiklar bor ekan. Bo'g'im putliqlar tipidagi eng oxirgi sinf bo'lsa ko'p putliqlar sinfi. Endi bu ko'p putliqlar sinfiga tava hayvonotlardan 80 put, 1000 oyoq qatorliqlar bor. Bularning alaylığı bo'lsa bosh qismida bir jup antenasi bo'ldi. Men bek inchik tafsiliy rasmlarni topolmay qoldim. To'rga xohlagancha ishlatsak bo'ladigan rasmlar shunchalik chiqadi ekan. Andan gavda qismi nurg'unlagan o'xshab ketadigan bo'g'imlardan tarkib topgan bo'lib, har bir bo'g'imda bir jupdan, ikki jupdan puti bo'ldi. Endi mening umurtqisiz hayvonotlarni tanishtirishim mishakigacha bo'ldi. Men bu PPT'ni yasash jarayonida buning ishlatgan rasmlarni mana shu to'rdan xohlagancha nashr huquqi surishtirilmaydigan holatda rasmlarni topman deb bek izlandim. Endi eng suzuk aniq ko'ngil bo'lgan rasmlarning ahvoli shunchalikkan. Masalan, o'mchiklarning qo'saq tarafini ko'rib, uni tushundirsam yaxshi bo'ladi. Undaq rasmlarni tepib olmadim. Shuning uchun endi men universitetiga oliy maktab bitigandan keyin bu hayvonotlarni turga ayirish jihatda hech qanday tadqiqotlarga qatnashmadim. Bu hayvonotlar haqidagi izlanishlarim shu dars o'qib imtihonni tugagandan keyin tugab ketganligi uchun men shunchalik qila oldim. Unda bo'lsa shu sohada texmi yaxshi biladigan, mendan yaxshi biladigan kasbdoshlarningki tanqidiy fikrlarni aymasligini umid qilaman. Qimmatli vaqtingizni chiqarib ko'rganingizga rahmat. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.